Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan hozir biz qanaqa qilib render hubga 3D model joylashtirib ko'rib chiqamiz. Sizlar birinchi Chrome to'g'rilab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Chrome ishlatsanglar Chrome, boshqa brauzer ishlatsanglar boshqa brauzerlarning extensionlaridan ChatGPT orqali alternativ versiyalarni qidirasizlar. Hozirgi ko'rsatayotgan narsani. Xo'p, birinchi nima qilamiz? Birinchi biz disk olishimiz kerak bo'ladi. Nima qilamiz? Chrome nastroygasini to'g'rilaymiz. Xo'p. Bizga bunda nima yordamga keladi? Nimani ishlatishimiz kerak bo'ladi? Bizda stylus degan nima bor? Stylus degan extension bor. Stylus extension. Olasizlar. Stylus extension ustanavit. Это extension. Ya'ni extension yoqasizlar. Уже Chrome'ga qo'shildi. Yaxshi. Xo'p, stylus kirasizlar. Manage ustiga bosasizlar. Manage qismi. Xo'p, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz plus ikonkasi turibdi. Plus ustiga bosib, men Telegramda yozgan kodimni tashlab qo'yasizlar. Bu YouTube как nima deydi? Atak o'zingizlar o'ylab yozib qo'ysanglar ham bo'ladigan narsa. Shu kodni yozasizlar. Сохранить qildinglar. Ana endi bundan keyin render qilib kirasizlar. Hop, render qilib kirdinglar. Graphics, hop, product manager, hop, это product. Bundan keyin product nomi. Bu xos test uchun ishlatilmoqda, o'sha ishlatmas. My 3D model bu 10 ta karakterdan iborat bo'lishi kerak. Sizlarda kerak emas rasmlar o'chiriladi. Shundan keyin bemalol ishni boshlasak bo'ladi. Hop. Birinchi nima qilasizlar? Sizlar kerak bo'ladi render hub sayti. renderhub.com kirasizlar. O'zingizlar akkaunt ochasizlar. Akkaunt ochish boshlansin. Username yoziladi, gmail yoziladi, parol yoziladi, keyin gmail kelgan parol gmail kelgan xabar tasdiqlanadi, bo'ldi. Xo'p. Nimaga endi aynan render hub yaxshi tomonam sotilish qoidalari, uni bonuslari bu yerda ko'rsatib o'tilgandek, bemalol o'zingiz ko'rib, kirib tarjima qilsangiz bo'ladi. Bu anchagina katta bonuslar bor. Mana pioner tizimi O'zbekistonda ishlatiladi, ya'ni qo'llab-quvvatlaydi O'zbekiston. Xo'p. Biz nima qilamiz? Akkaunt ochinglar. Sizlarga karma beradi, karma bu sizlarni ochko yeydi. Akkaunt ochinglar. Product manager kirasizlar. Bu yerda hozir kerak emas narsalar, bular kerak emas. Product manager kirasizlar. Kirgandan keyin add product, ya'ni produkt qo'shish. Yana sizlarni qanaqa produktinglarning tipi. Biz hozir 3D model qo'shamiz. 3D model otini yozamiz. Otini olaylik, Suzanna. Blender default emas. Blender model bas qo'yaylik. Blenderdagi Suzannaning modeli. Nomi shunaqa. Next bosasizlar. Hop. Ko'rasizlar, o'sha link tayyor bizga. Modelimizning nomi. Keyin description. Descriptionga nima yozamiz? Descriptionga ChatGPT ochamiz. Hop. Ochganimizdan keyin yozamiz write description about 3D model of Blender.
which called Susan. Sizlarga bu description qismini yozib beradi. Shuni olib turib bu yerga kapitalistik tiqlash osiyada bo'ldi. Hop, sizlar bu yerda description qismini yozib oldinglar. Bo'ldi, yaxshi. Description quality'ni belgilab qo'yaman. 78%, ya'ni 3D model to'g'risida ma'lumot. Hop, undan keyin qiladigan ishlar content rating. Content rating nima o'zi? Shunaqa narsalar bor, qonli yoki urush janjalli yoki vahshiy qo'rqinchli narsalar. Ularni yosh bolaga ko'rsatish mumkin emas. O'shaning uchun ham bu yerda content rating darajasi qo'yilgan. Bizning hozir yasayotgan modelimizda oddiygina maymunning rasmi bo'lgani uchun, shimpanzening rasmi bo'lgani uchun everyone bosib qo'yamiz. Undan keyin kategoriyalar. Kategoriyalar animalga kiradi bizda. Qo'ygan tanlasalar ham bo'ladi o'zingizlarni modeliga qarab. Animals subcategory monkeys. O'zbekcha kitob berdi. Yaxshi, chotki. Hop. Extended use license, personal only use license. Extended use license sizlarga nima beradi? Ya'ni sotib olgan odam, sizlardan 3D modelda sotib olgan odam uni o'zini katta proyektlarda ishlatsa bo'ladi degan ma'noda litsenziya beradi. Personal only bo'ladigan bo'lsa, o'zini kichkina shaxsiy proyektlarida, video animatsiyalarida yoki o'zi uchun ishlatishiga ruxsat. Ya'ni katta kompaniya ishlatsa, sizlar ularni bemalol javobgarlikka tortsanglar bo'ladi. Extended qilib qo'yamiz. Hop, keyingi search text. Ya'ni bu nima deb qidiruv berilganda sizlarni modelga chiqishi kerakligi. Biz yozamiz monkey enter bosasizlar. Chimpanzee gitara. Chimpanzee, monkey, blender bosib qo'yaylik. Hop. 3 ta yetadi, lekin bu yerda taxminan nechta bersa bo'ladi? 15 tagacha bersa bo'lar ekan. Hop, poligonlari va vertikallari. Ana endi 3D modelimizga qaytamiz. Hop, uning uchun nima qilamiz? Blender ochamiz. Blender oynasini ochamiz va bu yerdan 3D modelni tushiramiz. Hop, biz o'zimiz default 3D modeldan foydalanamiz, ya'ni monkey Susan Mesh. Hop. Modelni tushirdik. Ana endi sizlar bu joyga keladigan bo'lsanglar, mana bu joyda statistika bo'limi bor. Statistikani qo'shilib bu yerda nechta obyekt общий ssenada, ya'ni fayl ichida nechta obyekt borligi, vertex nuqtalarining soni, edge qirralari, face yuzalari, triangles bo'ladigan bo'lsa, uchburchak yuzalari. Shularning sonini ko'rishingiz mumkin. Ana endi saytga qaytamiz. Hop, bizga poligon deyapti. Poligon bu yuzalari soniga teng. Poligonlari 500 ta. Poligon 500. Vertical bizda 507. 507. Hop. O'qimalarni berga bo'ldik. Endi misollarda 3D skanner qilinganmi? Ya'ni obyekt qo'yib atrofini prosta skannerlanganmi? Yo'q, bizda unaqa emas. Nima turadi? Fotorealistikmi? Yo'q. Game readymi? Yo'q. Ya'ni o'yinga ishlatsa bo'ladimi? Yoki xaridor olsa ham bo'ladi. Tayyorli ishlatsa bo'ladi. Hop, print ready. Yes. Ya'ni 3D printerdan chiqarsa bo'ladi buni. Teksturasi bormi? Yo'q. Biz teksturasi joylaymiz. Materiallar yo'q. UV qilinganmi? Yo'q. UV ni ham qo'ymadik. PBR berilmagan. Rigid yo'q. Animated yo'q. Bo'ldi. Undan keyin sizlar ko'rishingiz mumkin file formats. File formats bu 3D modelimizni qaysi formatlarda yuklayotganimiz. Hop, bizda nimalar bor? Точка blend bo'ladi. Bu yerdan ko'ramiz. FPX, Galaba,
Galatafa Galatafa deyarli bitta format o'zi. Nimadir farq qiladi. Xo'p. Undan keyin yana bizda qaysi formatlar bor? OBJ obyekt, wavefront object deyiladi. Xo'p, bu ketdi. SL. Xo'p, yana nima bor? Bo'ldi. Mana shu formatlarda biz 3D modelimizni eksport qilamiz. Xo'p. Blenderga o'tamiz. File, export. Hozirgi birinchi buni qat'iy saqlanib qolishimizni o'ylashimiz kerak. Chunki saqlanib qilgan joyimizga keyin osongina eksport qilishimiz mumkin qidirib o'tirmasdan. Xo'p. Desktopdan joy ochib turamiz hozir. Yangi pakka. Suzanne meshga saqlanib qildik. Qanaqa yana Suzanne deb saqlanib qildik. Bu blend.blend degan faylni o'zida. Ana endi undan keyin exportga o'tamiz. Export biza boya nimalarni tanladik, shularni belgilab chiqamiz. Xo'p, export wavefront obj .obj shu formatda tanlagandik. Ko'rib turibsizlar, o'sha Suzanne mesh degan papkani bizga avtomatik ochib berdi. Chunki biz asosiy faylni shu papkaning ichiga saqlanib qilib olgandik. Bu yerdagi nastroykalar bizga shart emas. Chunki biz qanaqadir kerakli joyga eksport qilayotganimiz yo'q. Shuning uchun ham biz nastroykalarga tegmasdan shunchaki eksport qilib yuboramiz. Xo'p, obj formatda ketdi. File, export. Xo'p, undan keyin STL ketdi. File, export, STL, FBX ham tanlagandik. Bu ham ketdi. File, export, FBX, Galatafa. Buni ham ketdi. Xo'p, voy. File, export. Bu legacy, bu tipa oxirgi varianti deganda. Bu shart emas. Bo'ldi. Biz ham bittaga hamma formatlarda eksport qilib chiqdik fayllarimizni. Undan keyin qiladigan ishimiz buni narxi. Buni narxi bo'lsa $5. O'zidagi narsa. $5 ga berildi. Endi u kollaboratorlar, ya'ni birinchi odamga qancha necha foiz, ikkinchi odamga qancha foiz, uchinchi odamga qancha foiz tipa bo'lish olishibdi o'zida. Bizda kollaboratorlar yo'q. O'shanga hech nima qilmaymiz. Yosh ham bo'ladi. Adavayga 30% beradigan bo'lsa, o'sha bizdan 30% yechib oldi-da, bu yerga berardi 30%. Bizda userlarni ro'yxat adavay yo'q. Xo'p. Biz nima qilamiz? Buni 0 ga tushiramiz, yozamiz. Xo'p. So'rayapti. Bu rasmlarni tashkil qilishda sun'iy intellekt ishlatganmiz, sun'iy intellekt. Yo'q, biz ishlatmaganmiz. Xo'p, ana endi rasm qismi. Asosiy rasmga ko'ramiz. Main thumbnail. Buni requirement nima bo'ladi o'zbekchasiga? Requirement talablari ko'rsatilgan. Ya'ni poli rasm to'ldirib turish kerak, kichkina bo'lib qolishi kerak emas, sig'may qolishi kerak emas, proporsiyasi o'zgarib qolishi kerak emas, ochiq joylar qolib ketishi kerak emas. 5-6 ta rasmni bitta qilish mumkin emas. Xo'p. Yoziladi 400 ga 400 eng kamida. Biz ham 400 ga 400 qo'yamiz. Buning uchun nima qilamiz? Blender faylingizga o'tamiz. Shift A ni bosib turib kamera tushiramiz. Xo'p. Biz o'zimizga kerakli rakurs tanlaymiz. Tanlagandan keyin Ctrl Alt 0 bosganimizda bizga kerakli rakursga tushirib beradi. Mana endi Shift I tepasidagi yo'l degan knopkani bosib turib sal orqaga yuramiz. Bu nimaga? Obyektimizga to'liq
kamera ichiga tushishi uchun. Hop, undan keyin kamerani to'g'rilaymiz. Hop, bu yoqdan bizga 1920 kerak emas, bizga 400 bo'ladi. 400 ga 400. Ana endi xuddi yana shu narsa. Tab shift bilan yo'lni bossak, bizda gameplay modga o'tadi, ya'ni o'yin o'ynaganda bemalol boshqarish mumkin. O'tadi, yaqinlashtiramiz. Polning obyektimizni tanlaymiz. Tanlab olgandan keyin mana bu yerda viewport render image, ya'ni bu yoqda qanaqa ko'rinsa xuddi shunaqa render qilib bergan davomimiz. Hop. Bizga render chiqarib berdi. 400 ga 400 normal ko'radi. Hop. Undan keyin image ustiga bosamiz. Save as degan joy turibdi. Ya'ni qanaqa saqlayib как. Hop. PNG formatda RGBA 16 tali rang tizimida kompressiya 0%, o'zi faylimiz kichkina. Yozamiz. Bu nima deyiladi? Thumbnail. Main otini xohlagancha qo'yinglar bo'ladi. Adashib ketmaslik uchun shuni qo'yaman. Hop, saqlanib как. Bo'ldi, saqlanib qildik. Ana endi bu yerga upload image bosamiz. Boyiga papkamizni topamiz. Boy papkamiz 115 main thumbnail export. Hoppa, uchta joyda. Hop, undan keyin promo image nima? Bu 3D modelimizni boshqa rakurslardan yaxshiroq ko'rsatib beradigan rasm. Unga nima qilamiz? Endi unga hop, alohida bitta kamera olamiz. Shift A kamera tushirdik. Alt R, Alt G qilamiz. Ya'ni burilishi bilan lokatsiyasini 0 holatga keltirib oldik. Altni bosib turib, Alt R, Alt G. Hop, rotate berdik. X bo'yicha 90 gradus ga Y solashtiramiz. Hop. Yana qaraymiz. Ko'rasizlar, boshqa kameradan qaralyapti. Uning uchun biz ham e'tibor berayotgan bo'lsak, mana bu kamerada mana bunaqa to'rtburchak yongan chizig'i bor. Shuni bunga o'tkazish uchun ustiga buni bosamiz, bo'ldi. Endi bu kameradan qarayapti. Hop. Y bo'yicha ozgina yaqinlashtiramiz. Yana qaraymiz. Bizda boshqa usul ham bor. Bu yerda viewportdan 3D viewport qilib turib, bu yerdan nolni bosib qo'ysak, ana endi Y bemalol ko'raveramiz qanday turganini. Hop, ana endi bemalol olib turib render qilsak bo'ladi. Undan oldin biz kachesini to'g'rilashimiz kerak. Oldingisi 400 da hozirgisi bo'ladigan bo'lsa, kamida har bitta tomonidan kamida 1000 piksel bo'lishi kerak. Yozamiz. 1000 hop, 1000 piksel bo'ldi. Yana xuddi shunaqa view ga o'tamiz. Viewport render image bosamiz. Hop, bizda yana rasmimizni ochib berdi. Image save as. Unda front bosib ko'ramiz. Ya'ni oldi tomondan olingan rasm. Endi xuddi shunaqa PNG formatda RGBA 16 tali tizim saqlanadi. Hop. Ana endi undan keyin bizani aylanish to'xtamimizni 3D kursorga o'tkazib turib, buni 3D modellashtirish darsimizga kelganlar bo'ladi. Yoki shu to'g'risida ham dars qilamiz. Hop. Kursorga o'tkazib turib, rotate beramiz. Ko'rasizlarmi? Bemalol atrofda aylanib chiqsak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin kamerada nima ko'rilayotganini. Hop, ana endi nima qilamiz? Shift duplikatni bosamiz.
Böyle shift duplikat qilib olindi o'sha ikkinchisi. Rotate 90 gradusga duplikat qilib aylantirib berdi. Xuddi shunaqa shift duplicate run bosib turib 90 qilsa ham xuddi shu ishni qaytaradi. Shift'ni bosarsak yana xuddi shu ishni qaytarib olib beradi. Endi ko'rasizlar. Bizda kameralar bor har xil. Xo'p, bu birinchisi front. Xo'p, ikkinchisi left side. To'rtinchisi back. Uchinchisi yo'q. Uchinchisi right side. Uchinchisi back side. Endi biz bemalol adashmasdan qayerdan rasmga olishimiz kerak bo'lsa, shu kamerani tanlab olsak bo'ladi. Leftni bosamiz. Yaxshi ko'rinadi bo'ladi. Yana xuddi shunaqa. Nolga o'tib turib qani viewport render image. Hop, image save as saqlanib как left yoziladi. Left qani png HB16 xuddi shu narsa qolgan tomonlariga ham. Hop. Bu kamerani aktivlashtira olamiz. Qani back aktivlashtirdik. Ozgina orqaga tortamiz. Quloq solmay qolibdi. Hop, view image viewport render image. Kamera chiqibdi. Mana kamerani qo'shay. Viewport render qo'y. Viewport render image. Bo'ldi, ana kamerani prosta hozir kompyuterdan o'chirib turdik, hisob ishlamayapti degan ma'noda. Hop, save as saqlanib как back orqa qismidan png formatda HB16 ketdi, saqlanadi. Right qismi qoldi bizda. Rightga asosiy kamerani beramiz. Yo'qdan qaraymiz, hammasi yaxshi. Hop, viewport render image сохранить как undan keyin right png RGB16. Hop, kompressiya kerak emas. Copy degan nima? Hop, bu programmani ishlaysizmi shunaqa, ya'ni render qilaman, bitta fayl tushib turibdi. Kopiya qilib saqlanib qo'ymasin, shu fayl o'zini olib borib saqlanib qo'yadi. Keyin uni editorda ko'ra olmaysizlar, Blender editorida. Alohida ochishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa narsa. Hop, undan keyin saqlanib как bo'ldi bizga bu narsa kerak emas, rasmlarni olib oldik. Upload image Krams italimiz back, front, left, men zamnel kerak emas, right. Buni ham tanlaydi. Control bilan bosib tanlaydi. Control bosib tanlaysizlar. Open. Upload qilyapti. Yaxshi. Endi buni ketma-ketligini o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni old tomonga qarab turish kerak. Hop, bu yoqqa qo'yib qo'ysak, yana bitta kurov aylanib kelgan ekan. Hop. Endi package ya'ni asosiy qismi, ya'ni mahsulotda mahsulotni o'rab olib borib berish. Unda nima qilinadi? Unda boyagi faylni topamiz, boyagi papkani. Hop, рабочий стол qilamiz. Desktop. Hozir suzanimiz bo'lib topildi. Endi bularni hammasini olamiz. Bizda WinRARda etto arxiv, ya'ni arxivlashtirish zip fayl
Hop, zip formatida uni ziplaymiz. Bo'ldi, bizga zip qilishaverdi. Ana endi nima qilamiz? Upload bosamiz, o'sha zip tanlaymiz и open qilsak bo'ldi, уже как yuklaydi uni. Hop. Bizga уже faylimiz tayyor yuklandi. Ana endi undan keyin mana set view bu bizga kerak emas hozircha. Ya'ni 3D render ko'rish shunaqa narsalar. Sizlarga u qismi shart bo'lmaydi. Hop. Remember, I have read Render Hub's terms of use, licensing agreement. Shu narsalarga okey bosib qo'yasizlar. O'qiganman, foyda yo'q. Tushunmaysizlar. Mana tushungan. Hop. Undan keyin submit product. Bo'ldi. Bizda уже birinchi modelimiz muvaffaqiyatli yuklandi. Endi bu prava anaqasi bilan olib qo'yishmasa, chunki bu Blenderga biz uni yana $5 ga sotamiz. Aktiv holatda $5. Men bundan bemalol narxini keyin o'zgartirib qo'yishlar ham bo'ladi. Bo'ldi. $3, $5 farqi yo'q. Active, disabled, ya'ni bekitib qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlar xohishingizga qarab. Bizda shu bilan birinchi modelimiz yuklandi. Xo'p, bu tayyorlari bor o'zini qismlari, bulardan o'tish orqali nimaga erishishimiz mumkin? Eslab qolinglar nima ish narsani. Tayyor 1, tayyor 2, tayyor 3, tayyor 4. Xo'p, Slow Render Hub tayyor 1 55% gacha pul topish joylangan modellardan. Hop, tayyor 2 60% gacha, tayyor 3 65%, tayyor 4 70% и уже 1000 ta model bo'ladigan bo'lsa, bizga bonus $500. Yo'q joyda. Hech kim sotib olmasa ham $500 narsa. Bu yerda qanaqa qilib turib modellarni yuklashinglarni video darsligi bor. Xohlasanglar shundan ko'rasizlar ham bo'ladi. Bizda hammasi tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana nima deymiz? Bo'l. Tachamaylik.